Kop ilonlar, beri kavap. Erkek paklanın kopi. Kop ilonlar halayık. Mezilik kavap. Kop ilonlar. Bana iş kızık belgine. Anlasam sizlerden bu yerden haydi akıllık bir balı bakmış. Rast mı? Akıllık bala? Siz Nəsirdin'i davatqan oxşamamsınız. Nəsirdin həqiqətən aqıllıq balıcı mı? Əgər aqıllıq desə, Nəsirdin'i aqıllıq desi boladı. O rastlı şundak akıllık mı? Əlbəttə, o həll qılanmaydıqan iş yox. Nəsirden ben senin kancılık akıllılıklarını bir gör bakayım. Oğru kiripti. Akşam nurgun öy dükkanına oğur kiripti. Sağ aka, sizga nim boldi? Mening oyimga tunugin o'g'ri kiribdi. Nima degan razil o'g'rilar, ha? Sizlarning do'konga o'g'ri tushibdimi? Bizning uydagi oltin kumushlarning hammasini o'g'irlab ketibdi. O oğru bir akşamda öy dükkanlardan 10 netini quruqlab qo'yibdi. Mening ayolimning to'yliqlarining hammasini o'g'irlabdi, hamda qandoq qilib. Bular mening bir umr yiqqan dunyolarim tursa. Bu bek yaman oğru ekan, uni qandoq tutamiz? Vay can benim baylıklarım. Altın çögülüm. Bu da benim göğerlerimdi. Ulu Allah aşırı rezil uğrunun cezasını özüm beğensen. Yarıma. Kurtar. Allah. Çapsan aktırıp bakmamdılar. Öydün yana nimini uğurlap gitipti. Öydeki pul yarıdaki nersenin hemmisini uğurlap gitti. Nime? Hemmisini uğurlaptı mı? Bu dört kala. Karık emeslik mi? Onu mu uğurlaptı, bunu mu uğurlaptı? Hemmisinin kasabatları. Van Hoca'nın dokununda nime de bir işlemi uğurlanmadı. Toqsla, Van Hoca'nın öyüge nime de uğur kırmıgen do. Ben bir qarab bakay, o uğur bilen şerik mi ya? Gözlerini yoğan, içip obdan kardılar. Endi qandoq qilamiz? O o'g'rini tezroq tutsak bo'ladi. Aman o'g'ri ekan u. Nasirdin aka, bugun bozorning kayfiyati boshqacha mı qandaq? Şundak, çoğun bir köngülsüz iş yüz berdi. Yok, bir körp bakaylı. Mehmet ağa, zaten neymiş oldu? Boşraq gap qil. Tunugin bozorda o'g'ri paydo bo'pti. O'g'ri? Tuni kechda bozordagi butun bir ko'chadagi do'konlarning hammasiga o'g'ri kiribdi. Faqat Van Xo'jayinning do'koniga o'g'ri kirmabdi. Van Xo'jayin. Günler, qalayimqan gap qilma. Tağa, bu ishni menga topshiringlar. Men cho'qim o'g'rini tep chiqaman. Nəsirdin o'g'rini tepib chiqalisa, men ko'pchilikni kop bilan mehmon qilaman. Amisa, gapimiz gapchimi? Sizlarga nima kerak?
Biz qizlar taqaydigan bir jup halqa setib olmoqchi. Ha, kelinglar. Bu yerda bor. Bu halqa bir chiroyli ekan. Qara, Nasriddin aka, yarishibdimi? Ha, yarıgan bo'lsa arzonroq beray. 2 tanga bo'lsa qanday? Nasriddin aka, qara. Bek chiroyli ekan. Faqat 2 tangilama. Mening balam sizlar bilan tang. Şun sizlardan ko'p haq olsam bo'lmaydi. O? Van xo'jayin, sizning do'koningizga narsalar bak qimmatlik. O'g'irdan izi bo'lingmi? Agar mening do'konimga o'g'ir kirgan bo'lsa, ko'pchilik mendan gumonlanmagan bo'ladi. Faqat gunoh ish qilmasalar, hech nimadan qo'rqmaslik kerak. Lan familiyalik chiqa bu yoqqa. Sening do'koningda turgan kecha bir narsa o'g'irlandimi yo'q? O'g'irlanmadi, boyqo'jam. Ko'pchilik hammasini o'g'irlabdi. Faqat seningini o'g'irlamabdi. Bu ishni sen qildingmi ya? Ha? Boyqo'jam, qalayimxon so'zlimisizlar? Bayxo'ja, sizlarning isbotlari bormi yo'q, ha? O'ta sanayim qo'yapti. Ha? To'g'ri, bu mening ota-bobomdan miras qolgan oltin lo'nqi. Bu oltin emas, oltinda halbagan. Boyqo'jam, bo'li hiylagarlik qilma. Bu mening ota-bobomdan miras qolgan oltin lo'nqi. Endi o'zingni qozixonada-ku. Buni men o'tirtizlanlikdan yeb kelgan. Bu lo'nqidan oltin yoki emasligini ayiradigan amal topdim. Sen? Van xo'jayin, siz menga bir nechta tilla ham tarozingizni berib tursangiz bo'pti ekan. Bo'ladi, berib turay. Ma, Bayxo'jam, bu sizlarning tillalari emas-jumi? Bayxo'jam, qarab baqsizlar, hozir tampon bo'lganda. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Sizlarga bir karomatni ko'rsatib qo'yay deyman. Cho'ng das, kichik das. Suq. Sen nima qilmoqchi? Sizlar obdan qarab tursizlar, ha? Qaysi dastik suvning o'rni yuqori? Lo'nqininki. Nima uchun lo'nq taratki suvning o'rni yuqori? Baya ikkisini tarozida tatgan. Lo'nqining eg'irligi bilan tillaning eg'irligi o'xshash. Biroq suvning ko'tarilgan o'rni o'xshamaydi. Bu lo'nqining ras oltin emasligini tushundirdi. Shunga hajmi cho'ng, siqib chiqargan suvmi ko'p. Nima? Sizlarning o'ylardagisi bo'lsa oltin lo'nqa, ammo bu oltin yalatilgan lo'nqa. Demak, bu Van xo'jayinning lo'nqisi ekanligini isbotlaydi. Mendigan yaxshi amal, ha? Ben yaxshi bo'ldi. Nasriddin, o'g'irni tutamaydigan bo'lsam seni bo'sh qo'yib etmayman. Rahmat sizga Nasriddin. Siz bo'lmasangiz men buni tushuntirib bo'lmaydim. Cho'qim haqiqiy o'g'irni tepib chiqqan. Xotirjam bo'ling. Nasriddin, sening meni qandoq tutadiganini bir ko'rib baqay.